Sonlar to'plami nabor чисел deyiladi. Shu narsani ko'rib chiqamiz bugun. O'zining ichki sonlar bor, ular nol harf bilan belgilanadi. Shularni birma-bir ko'rib o'tamiz. Birinchisi natural sonlar. Natural sonlar bu hamma ishlatadigan, eng ko'p ishlatadigan narsalar izlasam ham bo'ladi. Nechun desa, progressiya ishlaysizlarmi, boshqa ishlaysizlarmi, natural son degan gapni eshitasizlar. Natural son degan nima degani? Tenda yozilgani. Sanash uchun ishlatiladigan sonlar natural sonlar deyiladi. Yaxshi. Sanash uchun ishlatiladigan bo'lsa, bunda o'zi ichida ham ko'rsatib qo'yibdi. 1, 2 deb ko'rsatilgan. 1, 2 deb ko'rsatilgan, lekin birdan cheksizlikkacha desangizlar, bu xato. Nechun desa, cheksizlikning ichida butun bo'lmagan sonlar ham bor. Natural sonlar birdan boshlab cheksizlikkacha davom etadigan butun sonlar, faqat butun sonlar birdan boshlanadi. Nechun birdan boshlanadi? Biza 0-chi degan sanoq tartibni ishlata olmaymiz. Yo -3-chi durib bo'lmaydi nodadir. Buni eng zo'r sizlar varianti maktabdagi jurnalda deb qarasangizlar bo'ladi. Jurnalda birinchidan boshlab turiladi, ikkinchi turiladi, uchinchi turiladi. 1 bilan 2 ning o'rtasida 1,5-chi yo'q, 1,7-chi yo'q. Shu uchun ma'nosini tushundingizlar? Buni oxiri yo'q, to'g'ri, lekin u degani birdan cheksizlikkacha emas. Masalan, ish sonlarining ham hammasi natural, undan keyin ham natural sonlar bor. Xullas, tushunarli natural son. Keyingisini o'tamiz. Butun son. Butun sonni natural sondan farqi nimada? Birinchi narsani gaplashaylik. Natural sonlar aytdim, birdan boshlanib cheksizlikkacha ketadigan butun sonlar, bizni sanashda ishlatadigan sonlar dedim. Lekin boshqa butun sonlar ham bor-ku. Masalan, 0 bor. Biz sanashda ishlatmaymiz, lekin bu 0 butun son. Keyin -1 bon butun son, yo bo'lmasa -73 bon butun son. Ya'ni minusda bo'lami, plusda bo'lami yoki umuman ishorasi yo'q bo'lgan 0 bo'lami, bular butun bo'lsa bo'ldi, tamom. Bular butun son deyiladi va z harfi bilan belgilanadi. Keyingisini o'tamiz. Keyingisi irratsional sonlar. Bu yerda xato tushib ketibdi, i3 qapti. No gap yo'q. Irratsional sonlar. Irratsional sonlar nechik? Bunda o'zi qoidasini aytib qo'yibdi. Cheksiz davriy ko'rinishda tasvirlab bo'lmaydigan sonlar deb qo'yibdi. Ya'ni bizda cheksiz, lekin davriy emas. Masalan, bizda pi degan son bor. Pi degan sonni biza taxminan 3,14 deb olib ketganmiz, lekin bu 3,14 dan tashqari banda yana sonlar bormi? 2, 5 bir narsalar keladi. Ammo oxiri yo'q va bir xil bo'lib takrorlanmaydi. Ana shu uchun bu irratsional son deyiladi. Ya'ni irratsional son cheksiz bo'lishi kerak, lekin davriy bo'lmasligi kerak. Ne periodический дробь. Masalan, ildizdan chiqmay qolgan narsalarimiz ham shuning. Ildiz osti 2 deb qo'yibdi. Sizlar ildiz osti 2 degan narsani kalkulyatorda yozadigan bo'lsangiz, sizlarga va meni taxminan chiqarib beradi. Necha deydi? 4 yana bir narsalar deb chiqarib boshlaydi. Xullas, buni ham oxiri bo'lmaydi. Bir xil bo'lib повторам bo'lmaydi. Shu uchun bu irratsional son. Qisqacha tushunarli aytib bilishlaringiz uchun irratsional son bu ildizli sonlar. Masalan, ildiz osti 2, kub ildiz osti 9 yo bo'lmasa ildiz osti 8 larga kelishi mumkin, yarmi chiqib chiqmay qoladi. Bularning hammasi irratsional son va yonida qo'shimchasini pi, y degan sonlarimiz bor. Chunki bular yana aytganimning oxiri yo'q. Bu cheksiz davom etadigan, lekin bir xil bo'lib takrorlanmaydigan sonlar. Irratsionalni tushundik. Endi keyingisini o'tamiz. Ratsional son. Ratsional sonlar Q harfi bilan belgilanadi. Harflari bilan birga yodlanglar. Q harfi bilan belgilanadi. Ratsional sonlar bu irratsional bo'lmagan boshqa hamma sonlar. Biz irratsionalning qoidasini bilamiz. Ildizda gamasa yo bo'lmasa pi, y deganlarga o'xshagan sonlar gamasa, demak bir ratsional son bo'ladi. Masalan, любой kasr. 7/15 desang ham yo bo'lmasa sizlarda yana nima o'rganishi mumkin. 10li kasrlar 0,7, 8, 5, 4, lekin buni oxiri bor. Yana ishi 4 dan keyin to'xtasa, bu ratsional son bo'ladi. Ratsional sonlarda minuslar ham keladi, boshqa ham keladi, farqi yo'q. Bizda masalan minusdan 3 kelsa ham ratsional son,
0 ni o'ziga esa bu ratsional son. Keyingisini o'tamiz. Tub son nomi. Tub son faqat o'ziga va 1 ga bo'linadigan sonlar. Bu narsani hammangiz o'tgansizlar. Ekub o'tishdan oldin tub sonlarni o'rgatganmiz. Oshirda tub sonning qoidasini to'shni shuni aytib bergansizlar. Faqat o'ziga va 1 ga bo'linadigan sonlar. Masalan, eng kichkinasini 2 deymiz. 1 ni o'zini olib bo'lmaydi. Chunki ratsional sonni irratsional debman. Tub sonning qoidasi bor. 2 dona bo'luvchisi bo'lishi kerak. O'zi va 1. 2 1 ga bo'linadi, o'zina bo'linadi. Demak, bu tub son. Lekin sen 1 desang, 1 ni ham 1 ham o'zina bo'linadi desang, sen ikkisidan bir xil gapni aytgan bo'lasan. Shuning uchun bu tub son emas. 2 dan boshlanadi, keyingisi 3, 1 va o'zina bo'linadi. Keyingisi 4 dejak bo'lsang, 1 ga bo'linadi, o'zina bo'linadi, to'g'ri, lekin bu 2 ham bo'linadi. Ana ishi 2 aralashgani uchun bu tub son emas. Qoida tushunarlimi? Faqat o'ziga va 1 ga bo'linadi. Ana bu tub son edi. Endi 6-chisida o'zaro tub degan narsa bor. O'zaro tub degan nima degani? O'zaro tub degani bular ikkisi har qaysini отдельно qarasang tub son bo'lishi shart emas. Masalan, sizlarga berishi mumkin, yana bar ko'pdi 15 bilan 16 deb. 15 bilan 16 ni o'zaro tub deb turibdi. Nechun? Sizlar buni tub ko'paytuvchilar ajratsangizlar, ya'ni mana aytib 3, 5, 5, 1 atsangizlar, mana 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1 atib turib qarasangizlar, ina bu 15 ni bo'luvchilari, 15 ni bo'luvchilari bu 3, 5, 15, 1 bo'ladi ekan. 16 ni bo'luvchilari. Bundan ko'p, lekin hammasida nima geldi? Kur 2 geldi. Короче, umumiy narsa yo'q. Shu yerda biza yozgan joyimiz bor-ku, tub ko'paytuvchilar ajratganimizda. Shu yerda bir xil narsa gelmasa, bular o'zaro tub sonlar bo'ladi. Ikkisini bir xil sanab bo'lib bo'lmaydi. Birdan tashqari. Любой son 1 ga bo'linadi, shuning uchun uni e'tibor olmanglar. Keyin yana nima narsa? Masalan, ketma-ket kelgan har qanday 2 son, 2 natural son, bular o'zaro tub bo'laveradi. Любойni ko'ringlar. Bu yerda 15 bilan 16 berilgan bo'lsa, sizlar 4 bilan 5 ni ko'ringlar. 4 ni bo'luvchilarini hech qaysisini 5 uchun ishlatib bo'lmaydi. Masalan, 4 ni 1 ga, 2 ga, 4 ga bo'lish mumkin. 5 ni faqat 1 ga bo'lib bilasan, bunday umumiy bo'lgan. Shuning uchun ham aytdim, 1 ni e'tibor olmanglar. Ana keyin 2 bilan 4 ni hech qaysini bo'linmagani uchun bular yana o'zaro tub bo'ladi. Boshqalarini ham shuni aytib tushunib olasizlar. 7-chi murakkab son. Murakkab son endi bu tub sonni teskarisi. Agar tub sonda faqat 2 dona bo'luvchisi bo'lsin, faqat 1 va o'zina bo'linsin degan bo'lsa, endi murakkabda aytadi 2 dan ko'p bo'luvchisi bo'lsin deydi. Masalan, eng kichkinasi 4. Nechun desa 4 ni biz 1 ga bo'lib bildik, 2 ga bo'lib bildik va 4 ga bo'lib bildik. Buni bo'luvchilar soni 1, 2, 3 dona. Shunda bu nechik son ekan? Murakkab son ekan. Ana shuning narsa. Qiyin narsa emas. Tubdan farqini bilsangizlar bo'ldi. Tub degani faqat 1 va o'zina bo'linadi, murakkab degani 2 dan ko'p bo'luvchisi bo'lsin degani. Keyingisini o'tamiz. 8-chi. Bu haqiqiy son, real sonlar deb qo'ydi. Bu nima degani? Bu degani biza matematikada biladigan, biza tushungan, biza shu oxacha ko'rgan любой narsamiz bu haqiqiy sonlarga kiradi. Haqiqiy real degan narsalarni o'zlaringiz tushunishlaringiz uchun любой deb saqlanib qo'ysangizlar bo'ladi miyaga. Sen matematikada bilgan любой son bu ratsional debman. Ratsional va irratsionallarning to'plami deganini qarab aytib berdim. Любой sonimiz bir real sonlar bo'ladi. Endi yana nima narsa bor bizda? Qarasangizlar, x tegishli r degan narsa bor. X tegishli r degan vazn nima kiritilgan? Bu tenglamalarda yoki tengsizliklarda sizlarga chiqib qoladigan narsa. Biza o'rgandik, misolni ishlasang, 0 dan 0 yoqqasa, minus cheksizlikdan cheksizlikgacha degan javob chiqadi dedik. Shu minus cheksizlikdan cheksizlikgacha degan narsa любой son deganimi? Demak, bu real son. Real sonlar esa r bilan belgilanadi. Shu uchun ham r yozilgan. Ina bu x tegishli degani, ina shu znakimiz
İşte o'rtadagi znak bu tegishli degani. Ya'ni x r ni ichida yotadi degani. R bu любой son bo'lsa, demak javobimiz bu yerda cheksizlikdan cheksizlikkacha degani bilan bir xil narsa bo'ladi ekan. Ana bu tushunarli. Keyingisini o'tamiz. Keyingisida bir haqida aytilganda bu yerda bir soni tub ham murakkab ham emas deyilgan. U narsani tushuntirdim, chunki tubda qoida bor edi, ikkini bo'luvchi bo'lsin deyiladi. Birini bo'luvchisi faqat 1. Murakkabda nima deyiladi? Murakkabda 2 dan ko'p bo'lsin deyiladi. Eng kamida 3 bo'lishi kerak edi. Birdan ko'rib bir dona o'zini bo'linadi. Bo'ldi, tamom. Shu uchun ham bu tub ham emas, murakkab ham emas, faqat tok son. Tushunarlimi? Ana shu bilan temamiz tamom.